Sport sog'lom hayot, yuksak maqsad va porloq kelajak poydevori. Insonni jismonan chiniqtirib, ma'naviy barkamollikka yetaklaydigan eng muhim omillardan biri bu sportdir. Ayniqsa, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni vatanga sadoqat, matonat va intizom ruhida tarbiyalashda sportning o'rni beqiyos. Ana shunday fidoyi sport targ'ibotchilaridan biri Angren shahar Birinchi texnikumi jismoniy tarbiya va sport ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi O'zbek jang san'ati federatsiyasining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha rahbari, Qahramon sport klubi rahbari, Shuhrat medali sohibi Qahramon Sattorovdir. Qahramon Sattorov sportni sevuvchi barcha fuqarolar uchun keng imkoniyatlar yaratib kelmoqda. Uning tashabbusi bilan tashkil etilgan mashg'ulotlarda nafaqat yoshlar, balki 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan sport ixlosmandlari faol ishtirok etishlari mumkin. Bu esa sportning yoshi yo'qligi, sog'lom turmush tarziga intilish har bir inson uchun muhim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Yozgi ta'til kunlarida ham bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli va samarali o'tkazish maqsadida Qahramon Sattorov ularga o'zbek jang san'ati sirlarini sabr-toqat bilan o'rgatib, ularni sog'lom, irodali va vatanparvar yoshlar etib tarbiyalash yo'lida fidokorona mehnat qilmoqda. Ko'p yillik samarali faoliyati davomida u yuzlab iqtidorli shogirdlarni voyaga yetkazdi. Uning tarbiyalanuvchilari respublika va xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etib, ko'plab sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda. Ularning yutuqlari orqali vatanimiz bayrog'i yuksaklarda hilpirab, yurtimiz sha'ni dunyo maydonlarida munosib himoya qilinmoqda. Sport g'alabaga eltuvchi yo'l, ustoz esa ana shu yo'lni ko'rsatuvchi buyuk yo'lboshchidir. Qahramon Sattorov kabi fidoyi murabbiylarning mehnati tufayli sog'lom, ma'naviy barkamol va vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan yosh avlod voyaga yetmoqda. Bunday ezgu faoliyat har qanday e'tirof va yuksak hurmatga munosibdir. Zero, bugungi sportga berilgan e'tibor ertangi kunning buyuk g'alabalari va yangi O'zbekistonning porloq kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevordir.